Salom hammaga obunachilar. Bugun yangi BMP'da 72 Terminator oldim va bu juda ham kuchli deb eshitdim. Hozir buni sinab ko'ramiz. Unda ikkita 30 mmlik pushka bor va 4 dona ATKM. Ha, yana zirh masalasida ham bu ancha kuchli tank. Masalan, PC variantlarida oldin ko'rgandim, eshitgandim. PC variantda o'ynamaganman, lekin bu juda kuchli, o'zini tiriga nisbatan overrated, juda kuchli deb eshitgandim. Bizda ham shunday qilishganmi, yo'qmi, buni endi ko'ramiz. To'pa birinchi nishon. To'g'ri, to'pi unchalik emas, lekin uni 4 ta ATK'mi bemalol tankni o'ldirishga yordam beradi. Bada tanklar bor ekan, sal chetlab o'tamiz. Ana ATKM oldi. Bada sekin qarasak chiqardi-ku. Kimlar bor bu yerda? BMP'da, yana bitta BMP'da. Oldi qismidan umuman urishni iloji yo'q deb o'yladim mana u. Boshqa qismidan, lekin mana bu qorin qismida o'zini bir zaif joyi bor ekan, o'sha yerga o'tish kerak. Qoch. Ya oldinda. Puma. Ketdi. Juda yaxshi tank yo'q qiluvchi. Bu tank yo'q qiluvchi ekan. O'zim keyin bildim. Bu light просто BMP'ga o'xshagan tank deb yo'roldim. Ana unchalik pushkasi emas, to'g'ri bu pushka chunki 30 mmlik, lekin anti-game'lar buni juda kuchli qiladi. Hozir mana Puma'ni, Leopardni raketamiz hozir qo'shilsinchi, Leopardni uramiz. Oldik. Qayerda joylashgan bilib olsak. Boshqa tank turibdi sha. Ikkita tank bor ekan-da yo'lda. Xo'sh, yana qaysi biridir menimcha biz tomonga qarab kelyapti. Bdan. Yo, bu yerda emas, Bdan. BMP'da. Ana doimgidek bu chunki T70 mana yerda bor ekan. T72 ni shassisiga o'rnatilganligi uchun o'sha T72 ni qayeri zaif bo'lsa, uni ham shu tomonlari zaif bo'ladi. Leopard yana bitta T72. O'zi ham baribir o'ldirib qo'ydi. Tamom. Lekin bizda backup bor, yana qaytamiz. Va mana bu samolyot turishga ham juda qulay, universal yo'q qiluvchi. Ham tankga, ham samolyotga любой turdagi vazifani bajaradi. Tank yo'q qiluvchi, kichkina zirhli mashinalarni bemalol yo'q qila oladi o'zi. Juda ham kuchli. BMP'ni ana shunisi ham yoqdi, chunki ikkita 30 mm bu degani ikkita BMP 2M ni kuchi degani. Leopard orqasidan o'tolmirkanmiz. O'tib ketdi bu ham. Yon tomondan chiqar 100%. Qo'ylaymiz shu yerdan. Yangi Leopard. Kechdi. Qo'yi bir ikkita joylardan adashib o'q kirib qolmasa, chefting. Ham yaxshi tank ekan. Tank yo'q qiluvchimi, lekin zo'r. Rostdan ham overrated. Chunki 4 ta ATKM, ikkita 30 mmlik pushka yengilmas qiladi. Uning ustiga branyasi ham kerak bo'lsa, ba'zi APS o'qlar ham tez o'tgan taqdirda ham unchalik ko'p ziyon bera olmaydi. Eng ko'pida masalan yondirib olish mumkin, juda ko'p yondirib oladi. Kim biladi, yonib olsa oldinda joylashganmi? Ana hech bo'lmasa ikkita mana uni yo'ldim kerak o'xshaydi. Sirko. Isroilda tanki ekan, BMP'dasini kim biladi, lekin mana bu BMP'da undan ko'ra ancha kuchliroq deb o'ylayman. Bu mana o'zlarining bloklari. Leopard kelyapti. Sikon deganlari 3 ta ekipaj bo'lar ekan. Adashmasam bizda ham 3 ta. 3 ta ekipaj. Lekin baribir oldi tomonda motori joylashgandan baribir zaif. Asosan hip-hopda bu tankga qaraganda zaif, baribir bu tank ancha chidamli va undan yaxshiroq. Islomga yonida ko'rganlar era
tejashadi. Ularga men tejalmayapti. Chunki bu mening jamoadoshlarim. Ular mana boyagi ko'rdingizmi? Driver sanchlaydi o'sha. Driver turadigan joydan olsa aniq tejadi. O'zimda ham mana shu Puma tank bor edi. Вообще yoqmagan, ko'ryapsizlar, oldi tomondan kiraversa, o'sha tumshuq tomonidan ham teshlashsa bo'ladi. Juda rasvo tank. Oldi tomondan tekkan qo'yib. Tarqadi. Oldiroqqa borsak ham bo'ladi, oldiroq konteynerlar orqasidan Vickers ketdi. Ungacha otib qo'yishar buni. Xullas, buni hozir yozib olishga unchalik ulgurmadim. Esdan chiqib ketibdi, lekin replayda ko'rib oldim. Bu tank lekin juda ko'p o'ynab ko'rdim. Kamida 20 ta 30 ta battle qildim. Yaxshi tank agarda o'ynashni bilsangiz. Lekin bu qanaqadir menimcha hammani orzusi shekilli. Yangi tank baribir. Bu 13-level. Mana ko'ryapsizlarmi, tez yonadi, aytdim-ku. 13-level tank, Tsukomasa 12-level. Juda ham yaxshi tank lekin. Prosta tez yonib ketadi, mana bu dushman endi hozir bu yangi tank bo'lgani uchun dushmanlar zaif joylarini bilmaydi, lekin tez yondiradi. Shu Abramsda mana bu yonlaridan o'tsa, yondiraveradi. Hozir o'qimga nimadir bo'ldi. Hoppa, boshlandi. Ayo, davay endi o'qni kutamiz. Da, bo'ldi. Mana shu yo'llardan Abramsni yondirib yuborsak, mana tumshuq hamma narsani oldik, prosta portlatilmayapmiz-da. Qaranglar, bitta narsasi qolgan. Mo'ljalga olishmi nima? O'shanaqasi qolgan. Hamma narsasini oldik bo'lmasa. Atigi. Avvalo qiyshiq. Yon tomondan davay. Sal buyoqqa driverga tegish kerak. Driver qoldi adashmasam. Oxirgisini ham uka, o'zing chiqib ketsang-chi, tezlash. Sen ham jonga tegmayman, qachongacha vaqt cho'zmoqchisan? 30 millimetrlik, yaxshi. Xudo, hali beri o'zini portlatmadi bu. Uka, yo'qolsang-chi. Yarmini tiklab oldik-ku bu. No, hozir o'tadi menimcha. Chetroq o'tib turaylik-chi, o'qlanguncha hozir raketa bilan suqaman. Tumshuq. Ha, tumshuqni oldik. Yon tomon, oppa, kriv knockout. Mana bo'ldi, artilleriya boshlandi. Endi artilleriya suqadi. Artilleriya emas ekan bu. Har qanaqa o'q bo'lsa ham meni tankim yondirib yoradi. yoki sepini uzvoradi. Hozir ko'pchilik buni zaifjonni bilmaydi-da. Kam odam biladi endi, keyinchalik o'rganib olmasa. Xo'sh. Menimcha bu men uchun qulay zona, joy ekan. Yaxshi joy. Chunki buni pastki tomoni zaifda. Tezlash, tezlash. Da, boshlandi yurdik. Hozir men bu adashmasam S tomonda ikkita, mana bu yerda ham bor ekan. MSK degan. Tumshuqdan atigi yonidan. Hop, ketdi. Bu mana buni yon tomondan teshsa bo'ladi, bemalol. Oldi tomondan lekin teshib bo'lmaydi, lekin bu ham o'ziga yarasha 650 mm otadi. Mana bu Challenger TD3. Menda ham bor bu tank, faqat oddiy versiyasi premium emas. Normalniy tank lekin. Yaxshi, davay. Ha, o'tib ketdi. Kimdir bor ekan. BMP. BM ZBD xullas qo'ysin ko'sha. Ot. Tumshuqni olib ketdi-ya, plus. Atigim bilan suqamiz. Sal balandroq olish kerak. O'la. Yo'q, hayf qilmagan yaxshi. Ko'rinmas ekan endi. Qochdim mencha shu tomondan. O'zi o'rtaga bekor turib qoldim. BMP pastroqdan o'tsak. O'la qochdi bu ham. Chiqib har tomondan qurshovga olinganman. Chiqib. O'tay desam o'tmayapti. Soslaydi. Jangga kirsak, jangga kiramiz.
Mana men qaraylar. Hamma yerda artilleriyani tayyor qilib ketdim. Hamma belgilab turib shu yerga artilleriya suqib qo'yib ketdi. Bo'ldi bular artilleriyani topib oldi endi. Mana yerda ikkitasi turibdi oldinda. Juda yomon ahvol. Bitta o'q otamiz. Sal chetroq turib yana qayta so'zlamasam. So'zlaysam aptechka ham yo'q. Qo'rqaman menda siz. Artilleriyadan suqamiz endi. Bilet. Sal yedi. Yaxshi, emas. Chiqmaydi shekilli. To'satdan soptaylamasa bo'ldi. Yo, chiqmas ekan. Cheers. Sal pastroqdan o'tirmaymi? O'tirib ketdi. Yaxshi. Ular juda tez yonar ekan. Oldi tomonda baki bor edi, adashmasam. Qo'yil. Yomon sakatiga 3 tank. 2S38. APFS tez o'qi ham juda tez. Mana o'ldirib qo'ydi. Qaytamiz yana istabini. Yon tomondan bor edi, shuni hozir asosini olaman. Bo'ldi. Xo'sh. Istablar o'rdak. Ana ko'zga ko'z, oyoqqa oyoq. Hammaga rahmat, she'rga chiqib